Amerika Ukrainaga 90 tonna qoral va o'q-dori avatdi. Amerikaning Ukrainada turishliq baş elchixonasining bayonotida qaraganda, qoral elib mangan aeroplan Borisov aerodromiga yetib kelgan. Yana bir tarafdan Amerikaning Kiev elchixonasida ishlaydigan xodimlarning oila tavobatlarini tarqoqlashtirishga buyruq tushirilganligi o'tirib qo'yilgan. Amerika hukumati juma kuni Xitoy hukumatining virus sababidan Amerika aviasiya shirkatining bir qism aviasiya liniyasini vaqtincha to'xtatish qaroriga qarata Xitoy Amerikadan yo'lga chiqadigan 4 aviasiya shirkatining 44 navbatchi aeroplanini to'xtatadiganligini e'lon qildi. Qatnash ministrligining xabar qilishicha, bu qatimliq to'xtatish vaqti 30 yanvar Xiaomi aviasiya shirkatining Los Angelesdan Xiaomiga uchadigan navbatchi aeroplani bilan boshlanib, 29 martgacha davomlashadi ekan. Qarorning bir qismi sifatida Xiaomi, Xitoy aviasiyasi, Xitoy Janubiy aviasiyasi va Xitoy Sharqiy aviasiya shirkatining bir qism navbatchi aeroplanlari to'xtatildi. Xabar qilinishicha, 10 fevraldan 20 fevralgacha Rossiya Belorussiya Birlashma Davlatlari orasida ittifoqdoshlar 2022 nomli harbiy manevr elib berildi. Rossiya manevr uchun Belorussiyaga harbiy to'sishni davomlashtirmoqda. Rossiya dastlabda Belorussiyaga 2 dona S-400 havo mudofaa sistemasi avatgan bo'lib, tunugun 12 dona Su-35 kurashchi aeroplan avatgan. Xitoyning poytaxti Beyjingda COVID-19 tadbirlari sababidan Olimpik mash'ali qishliq Olimpikdan ilgari faqat bir qancha nuqtada qo'ldan-qo'lga yetkazildi. Egilanishicha, bu mash'al 2 oyning 3 va 4 kunlari Beyjingning markazi, Yancheng rayoni va qo'shni bo'lgan Xibey o'lkasining Jejiangko shahridagi 11 nuqtada qo'ldan-qo'lga yetkazildi ekan. Tashkiliy komitet mas'ullari mash'al murosimiga qatnashganlarning 2 hafta burun tibbiy nazoratga ilinganligini bayon qildi. Pakistan Dengiz bexatarlik idorasining xabariga qaraganda, 2 baliqchilik kemasi port shahri Karachidan 65 kilometr yiroqlikdagi Tatar rayonining dengiz qirg'og'ida o'rilib ketgan. Bayonotda kam deganda 8 baliqchining yo'qolib ketganligi bildirildi. Dağlıq elektronlik avtomobil şirketi Tesla o'zining Urumchida sho'ba do'koni ochganligini jakarlagan. Tesla shirkatining Xitoydagi 60 dan ortiq shaharda setish o'rinlari bo'lsa-mu, ammo uning irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan Uyg'ur elining markazida sho'ba ichishi zo'r inkas qo'zg'adi. Tesla'ning bu harakati ijtimoiy taratqularda tanqidga uchradi. Amerika parlamenti qarmog'idagi Savdo va tekshirish komitetining rahbarlari Demokratchilar partiyasining a'zosi Bill Pascarel va Erel Belominaver shirkat xo'jayini Moskvaga yozgan xatida mundaq dedi: Biz Xitoyning tutib turish lagerlari va Uyg'urlarning majburiy emgaklash zavodi ichida ko'rgazma zali ochganligidan qattiq qayg'urdik.